Assalomu alaykum do'stlar. Cobalt avtomobilimizni Namangan shahridan kelishgan. Bular xudo xolasa 0 dan 100 gacha hadolarni qilib beryapmiz. Bizning manzilimiz Farg'onaning Rishtonida, o'sha avtovokzalimiz bo'lar, shu yo'lda bu yuzdagilarim. Bu Cobalt avtomobiliga nima ishlar qilib berdik? Birinchi o'rinda ritchakka vtulkani Mercedeskini qo'yib berdik. Avtomobilni yana yumshoqroq yurishini ko'rasizlarmi? Bunga birato'la Ester original Sharner, nakinishning rulga olingan pinnigi va stabilizator rezinka, stabilizatsiyaga Ester va o'ziniki rezinkasi Siden blok vtulkasi temirli bo'ladi. Bu rezinkali jam qo'yib berganmiz. Avtomobil yana yumshoqroq yursin. Granata pinninglar yetirgan ekan, granata pinninglar originalni qo'yib, ichidan jam sadoda qilib berganmiz va sharovolar ham Ester original bo'lgan. Amortizator ham Merc forma qilingan, ichlari yumshoqroq yurish uchun akalar, bir to'la jam chashgan qo'yilgan va supportlarda ovozni yo'qotib berganmiz akalar. Avtomobilni hadoyiga yaxshigina e'tibor berdik va hadoyda o'z bilan cheklanib qolmaydi, chunki hamma taqqilagan ovoz motordan bo'lavermaydi. Kechirasizlar, hadoydan bo'lavermaydi akalar. Bunga bir to'la do'stlar, korobka podyushi vashi yetilib, cho'chilib ketgan. Bunga bir to'la motor podyushi ham o'zi do'stlar qonashni boshlagan, yetilib. Bunga ham motor podyushi, korobka podyushi, xullas avtomobilda nima bilan yumshoq, nimasi problemasi bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib berganmiz akalar. Mana bu tomonga ham bu o'zimiz logotif. Anchadan beri bizni kuzatasizlar, lekin obuna bo'lib, qanaqa laklaring kamayib qolyapti do'stlar. Like bir padeshah qilsalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli videolar qilishni davom etamiz akalar. Bu tomondan xuddi shunaqa ishlar qilingan akalarim. Endi buni pastga sahobat qilamiz. Pastda nimalar ish qilinganini ham ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xo'sh, pastda o'sha korobka podyushkalari yaxshidan qo'yilgan akalar. Buni ham hozir podyushkalarda ham arzon qimmatlar juda ko'payib ketgan. Bular birato'la ichiga pininglardan qo'yib, avtomobilga bitta baho bering, qanaqa chiqqan akalar. Bu faqat mehr bilan qilingan avtomobil, xuddi shunaqa bo'lar akalar. Mehr va yana mehr. Alqamazatlarni o'singni qilib berganmiz, yumshoqroq yurish uchun akalar. Birato'la gulishli rezinkani ham jentrangini qo'yib berganmiz. Baquvvatroq va har xil zirrillash ovozini yo'qotish uchun akalar. Va trubkalarda ovozni ham 100% yo'qotganmiz. Hado qilingandan keyin mana shu trubkadan tiriqlab ovoz chiqarib bo'ladi. Akalar, sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli xizmatlar bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqib kelaverasizlar va kelishdan oldin bir ozim telefon qilib, ochirib olib kelsalar yaxshi, chunki sababi biz uzoq joydan kuzatib kelgan mehmonlar juda ko'p. Sizlarni kutib qo'ymagan holatda ishlaringizda xudo xolasa chiroyli va insofli narxlarda bitirib beramiz. Joyingiz sog' bo'lsin. Har doimgidek profilga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz xursand bo'lamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Biz agar kunduz ko'radigan bo'lsangiz, kunlaring barakotli va xayrli bo'lsin va kechqurun ko'radigan bo'lsalaring, yaxshidan olinglar. Xayrli kech. Ana xudo xolasa Cobalt avtomobilimizdan ko'ngildaqa bo'ldi hadoyi.